Bolalikda boshlangan semizlik kattalikda boshlangan semizlikdan xavfliroq bo'lib hisoblanadi. Buni sababi shuki, bolalar o'sadi, rivojlanadi. Ularda somatotrop gormon ko'p bo'lganligi sababli nafaqat mana shu yog' to'qimasini hajmida katta kichikligi, balki ularni soni ham ko'payadi. Ya'ni yog' hujayralarini soni ham ko'payadi. Bu esa agar semizlik bolalikda davolanmasa, kattalikda bir umr mana shu semizlikdan qutula olmasligiga olib kelishi mumkindir. Va yaxshi xabar shuki, agar bolalikda semizlikni davolansa, bir umrga semizlikdan qutulish mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham agar farzandingizda semizlik bo'lsa, uni voy yaxshi bo'lib qoladi, voy bo'yi cho'zilib qoladi deb kutib yurmang. Albatta davolating.